salomatligingiz uchun noyob bo'lgan giyohlar kelgan bizga. Mana bulardan eng zo'rlari qizil ildiz deyiladi, krasnoy korin deyiladi. Erkaklarning shamollashini, prostata bezi shamollashi, yallig'lanishi, yana befarzandliklar, hatto erkaklik quvvati kamayib ketganda ham hamma kasalliklarga juda ham zo'r effekt beradi. Mana bu ayollar kasalliklariga esa mana eroziya bo'ladimi, poliplar bo'ladimi, kista miomalar bo'ladimi, hammasiga ayollar gormonal buzilishlarigacha tuzatib beradigan Borovaya matka giyohi. Yana bizga mana kara krushina, bo'g'im og'riqlariga deysizlarmi, biryoza pochka bo'layam bo'g'im og'riqlari yo'q, hamma kasalliklarda juda ham tanani tozalashda yordam beradi. Immunitetni quvvati sifatida lyubistok giyohlari, bulardan hatto semirishga ham ichsanglar bo'ladi, ozg'inlar uchun tavsiya qilamiz. Juda ham vitaminlari, qon foydasi. Keyin solyanka deganlari yana rakka ham kuchi yetadi. Plus buni ustiga hamma tanani tozalashga ham va tanada buyrak kasalliklari, jigar kasalliklari, ayniqsa jigar sirroziga juda ham zo'r giyoh hisoblanadi. Mana bundan tashqari buzina giyohlari, bu ham immunitetni ko'taradi, yurak qon tomir sistemasini tuzatadi va qonda davleniya, xolesterin hammasidan xalos qiladi. Bizada raklarga eng zo'r ishlaydigan baligalov giyohlari kelgan mana. Raklarni juda ham effekti natijasi zo'r bo'lyapti. Natija bo'lyaptimi deb qiziqmanglar. Haqiqatdan natija zo'r bo'lyapti. Kelsanglar bemalol tanishinglar mumkin. Mana bu talaknyanka, tavalga, ya'ni labaznik giyohlari, bu juda ham hatto dermatitlar deysizlarmi, og'iz yaralari deysizlarmi, butun oshqozon shilliq qavatlarigacha tuzatib beradi va immunitetni ko'taradi. Har biri hech qayerda yo'q noyob giyohlar mana. Bemalol olib qarab qilishinglar mumkin. Retseptdan bemalol tanani tozalab, quvvatni oshirib, tanadagi har qanday yallig'lanishga kuch yetadi har birini.